Biza yashab kelgan cho'lga hech qachon bormayli. Agarda bormoqchi bo'lsanglar ham yo'lni biladigan odam bilan yokida o'sha yerdagi aholidan kimnidir olib borib kelishlarini tavsiya qilamiz. Bizga shunaqa voqea gapirib berishdi. Ikkita bola qiziqishga chiqishgan, yengil mashinada, yo'lda antena yo'q, mashinasi buzilgan. 6 kun davomida qidirishgan. 6-kuni oxiri vertolyotda amallab topishgan. O'lim holatida bo'lgan u bolalar. Keling, aka, bir boshidan aytib bering. Qaranglar, biza Toshkentdan Nukusga yo'lga chiqdik. Nukusdan Mo'ynoqqa yurdik. Mo'ynoqdan Orol dengiziga qarab yurdik. 300 kilometr orasida antena yo'q va chuqurlar, yo'llar, qumlar juda ham yomon. Mashinamizning balonini zashtnilari, teylari tushib, chochilib sinib ketdi. Birinchi kuni amallab borib joylashdik. U yerdagi bo'lgan voqealarni o'zingizlar ko'rdinglar. Biza bilan borgan gid shunaqa gap gapirdiki, kelgan kuninglar aytganimda bu yerda yashamasdinglar dedi. Oxirgi kun aytdi. Biza yashagan joy qabriston ekan. Oxirgi kun aytdi, qo'rqib ketmanglar deb. Undan ham qo'rqinchlisi, biza kechasi ochig'ini aytamiz, hojatxonaga chiqishga qo'rqdik. Chunki ko'zimiz bilan katta echki emarga o'xshagan kaltakesaklarni, otyo'ni va boshqa hasharotlarni ko'rdik. Kechasi majbur chidab yotdik. Bularni biza aytganimiz yo'q, mana endi aytyapmiz eson-omon kelib olib. Biz ketayotganimizda dengizda mazax cho'milamiz deb o'yladik. Buni ham iloji yo'q ekan. Chunki dengiz juda ham sho'r. Shu darajada sho'r. Qo'lni shunday tiqib olgan joyimizni oppoq bo'lib qoldi-da. Biz bu eksperimentdan nima xulosa oldik? Birinchi o'rinda men o'zim suvni qadriga yetishni o'rgandim. Qo'lni yuvayotganda ham kranni o'chirib turib, "Ya bu bizga kerak, tugab qolsa yomon bo'ladi" degan narsani o'rgandim. Qisqa qilib aytganda, shukr qilishni o'rgandik va hozirgi yashayotgan sharoitimizda juda ham ko'p narsalar ne'mat qilib berilganini his qildik. Va go'shtsiz shirin ovqat qilish mumkinligini ham o'rgandik va yeb ko'rdik. Va qaysidir ma'noda chekka joylarda yashayotgan insonlarni yana ham hurmat qilishni o'rgandik. Bu eksperiment sizlarga foydali bo'ladi ko'proq deb o'yladik, lekin o'zimizga ko'proq foydali bo'ldi. Ana hazil bilan aytamiz-ayu, kibr sindirish deb. Bu sinib ketdi. Rost tomonga aylanib ketib qoldi. Keyingi eksperimentimiz qanaqa bo'lishini yozinglar, o'qib chiqamiz. To'g'risini qolib ketdik deb qo'rqding-a? Benzinimiz bilan akkumulyatorimiz tugab qolgan kuni, menimcha hamma qo'rqdi. Nah. Bolalarim ko'zim oldidan o'tdi-da.